Assalamu alaykum, kanalına yaxshimi? Mana birinci qismda telefon kelib qilib, uzib ketib qoldi kamera, shuning uchun men oxirsini qayta boshlashni to'g'ri ko'rdim. To'g'ri tushunishni umid qilaman. O'qimlar qismidami, masalan, men qaysi uchun qaysi kichik bu tabiiy shunda o'rgatdim. Ammo men qaysi ozindab, labja qazindab bo'lgandan keyin, men masalan, qancha tal sabzi bor ekansak, bu yerda 7 tal sabzi, bu yerda 3 tal sabzi bor. Bunun qaysi jiq bo'ldi ekan, buni o'rgatdim. Oldindan sanoqni sanab etib falandan keyin o'rgatdim. Ondan keyin men 7 bo'lgandan keyin men 3 ga qo'shib boqayli, hammani qo'shsa qancha bo'ldi deb 10 bo'ldi. Buni sanashni bir qator takror qo'zib etdim. Ondan keyin mening asti usti qildim. Tabiiyki, meningki qaysini yerim, kesikli qaysi butun kesmaylik deb shu holatda. O meningda kichik qizim tiqib tushganiga jiq narsani qilmoq uchun mening qaysi ichib bo'psiz, qaysi ichmaylik ekan deb shu holatda o'qib ketdim. Ma'lum qaysi ig'ir, qaysi yenik degandek. Bu kitob haqida yaxshi tuzilgan kitob ekan. Ondan keyin o'yinchiqlar orasida mana o'yinchiqlarni tanishtirib, mana bunda o'ynaymiz degandek shu holatda qilib berdim. Ondan keyin bu bog'cha, o'yinchiq bog'chasi. Bog'chada bunda o'yinchiqlar bor, bizning o'yinimiz bor ekan. Biz bog'cha bo'lgancha mana o'ynaymiz, qaysi o'ynaysiz deb buni bolalarning ko'ngilini qo'shib qildim. Bu holatda ko'rdi. Her günü bu kitabını qo'liga olmasa, unutmaydigan bo'lib qoldi, rost gapni qilsam. Haqiqatan pek yaxshi tuzilgan kitob ekan. Bizga haqiqatan bunday kitob pek zarur edi. Masalan, turkcha, inglizcha jiq bunday kitoblar, ammo bizning Uyg'ur tilida yo'q bo'lganligi uchun mana bir kamchilik to'liqlanibdi. Haqiqatan yaxshi bo'libdi. Buni tuzga chiqarindishimizdimi? Alloh rozi bo'lsin. Men yana shunchalik tushuncha berim, yana sizlarning qanday o'rgatganinglarning nimasi tajribalar bo'lsa, menga qoldirsanglar. Bek söylenim rastlam. Hem ben şu alet ögütüp baksam.